Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq muxlislari. Biz bu reportajimizni Toshkent shahridagi eng so'lim va ko'rkam mehmonlardan birida olib boryapmiz. Bu mehmonxonaning nomi Muvaffaq deyiladi. Mening hozirgi suhbatdoshim mana shu mehmonxonada suhbatlashyapman. Bu yerda yaratilgan qanday sharoitlar bor? Marhamat. Assalomu alaykum. Mening ismim Ismatova Lobar. Shu mehmonxonaning administratori bo'lib ishlayman. Bu mehmonxonada shunday qulayliklar yaratilganki, birinchidan mehmonlarni biz o'zimiz taksi xizmatini qoplab beramiz. Bundan tashqari mehmonxonada 71 ta xona bo'lib, luks, double va standart xonalar bilan boyitilgan. Undan tashqari yana bizada boshqa chet ellik mehmonlar uchun pul ayirboshlash xizmati ham bor. Mana xonamiz boyasini suhbatda Xitoydan tashrif buyurgan mehmonlar uchun milliy taomlar tayyorlanadi. Demak, milliy taomlarga keladigan bo'lsak, bizada o'zimizda xitoylik oshpaz bor. U ovqatlarni mahorat bilan tayyorlaydi. Milliy taomlarni ham bemalol tayyorlab bera oladi. Hurmatli aziz yurtdoshlar, sizga mehmonxona xizmati kerak bo'lsa, marhamat, Muvaffaq mehmonxona xizmatlaridan foydalaning. Turmush Rahmonov Toshkent shahridan maxsus tayyorlangan.